Qancha vaqtda backend dasturchi bo'lib, ishga kirish mumkin? Bugungi qahramonimiz Azizbek Samarqand viloyatidan Toshkentga kelib, hozirda Uzinfocom kompaniyasida backend dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Uzinfocom kompaniyasida xodimlar uchun barcha qulayliklar yaratib qo'yilgan. Qulay ish joyi, katta bino, ishdan charchagan paytda dam olish uchun chill zone, massaj kreslo, PlayStation, stol tennis hamda ovqatlanish uchun alohida kafe ham bor ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, shodga ishga kirish o'rgatamiz. Qahramonimiz yoshlikdan texnikaga juda qiziqqanlari uchun 5-sinf paytlarida adalari kompyuter olib bergan ekanlar. Shundan keyin dasturlash sohasiga qiziqib qolib, internetdan onlayn darsliklar topib, dasturlashni o'rganishni boshlagan ekanlar. Lekin onlayn darsliklar orqali o'zlari o'rganganlari uchun dasturchi bo'lishlariga ancha vaqt ketgan ekan. Azizbekidan qancha vaqtda backend dasturchi bo'lib ishga kirish mumkin deb so'raganimizda, Uzinfocom kompaniyasining qoshida YouStudy IT akademiyasi ochilgan. O'sha yerda dasturlash kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, 1 yil ichida zo'r dasturchi bo'lib, $1000 bemalol topsanglar bo'ladi. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, ishga ham olib qolishadi dedilar. Dasturlash kurslari haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun kommentda plus belgisini qoldiringlar.